Uyda hamma joyda xazinalar bor. Bularni o'tkazib yubormang, ayniqsa oxirgisini. Ularni o'rganib chiqsangiz 1 yil ichida uy olishga yetarli pul tejashingiz mumkin. Uyda foydalanilmayotgan poyabzal qutilar haqiqiy xazina. Pastki qismiga shunday shaklida chizing, kesib oling. Ularni shunday birlashtirsangiz 4 bo'limli tartiblagich hosil bo'ladi. Biroz siljitsangiz 3 bo'limga aylanadi. Yana siljitsangiz 2 ta kichik saqlash bo'limi bo'ladi. Mevali ko'pchasi qilish uchun juda qulay. Meva bilan keladigan oziq-ovqat idishi ham xazina. O'rtasidan teshik kesing, ichiga salfetka joylashtiring. Orqa tomoniga 2 tomonlama yopish lenta yopishtiring. Uni shkafga ovqat stoli yoniga yoki hammomga yopishtiring. Endi sizda salfetka qutisi sotib olishingiz shart emas. Ishlatilgan yog' idishlari ham xazina. Idish tutqichini olib tashlang. Tutqichni tik holatda buking. Tutqich yonidagi 2 ta tishchani pastga bosing. Oddiy va qulay telefon tagligi tayyor bo'ladi. Uni kranga osib, gubkani joylashtirishingiz mumkin. Tez quriydi va burchagiga sozlanadi. Issiq yelim bilan devorga yopishtiring. Qoshiq va ko'rakchalarni qo'yish uchun foydalaning. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.